Usta hormang. Nima qilyapsiz tong saharda bizni texnikada? Mana shu texnikani sotgan akasizlar Machevini adbulusini uzib beringlar deyishdi. Shuni uzib berali. Mana shu yerda eshibkalari bor ekan. Mana shuni Qani bitta ko'raylikchi. Eshibkani qanday ko'ramiz deyishsa, bilishmadi mana. Mashinaga kirishadi mana, menyuga kirishadi, nastroykaga kirishadi, aktiv powerga kirishadi. Shuni kirittirib bunga kirsa motor eshibka nomerlari chiqadi mana. Bunda adbul Macheviniki mana yonib qolgan adbul uniki. Ya'ni siz o'z bu adbulni o'chirganingiz uchun yonganda bu, ha? O'chiramiz, yo'q, endi o'chiramiz hozir. Mana shu eshibkalarni bartaraf etamiz mana shu. Hozir mana ketdi, endi mana ba'zi jarayon. Qayda o'chiriladi buni? Ko'rasiz mana jarayon, ish jarayoni. Videoni o'tkazmay turing. Bular Yevro motor bo'lganligi uchun adbul Machevina bilan jihozlanadi. Ma'lum vaqtda adbulni 20 litrli kanistrda bo'ladi, quyib turish kerak bo'ladi. U motordan chiqayotgan tutunni filtrlash xususiyatiga ega bo'lgan suyuqli ximikat bo'ladi. Cummins motor bilan jihozlangan 2021-yil yo'lbarsimiz sotilgan texnikani hozir. Buni hech qanaqa kompyuter yechilmaydi. Aha. Mana shu kompyuter o'sha yerga steker ulab bartaraf qilib beramiz. Hamma muammolarni. Yo'q, steker uladigan joyi bor. Diagnostika uladigan joyi bor. Shuni nima qilib turib adbuloni hozir uzib bartaraf qilib beramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, Akramjon usta akani sahifalarini atmetga ketaman, telefon nomerlari bilan xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Bitta ekskavator emas, barcha turdagi maxsus texnikalarni, elektr qismini ta'mirlash xizmati. Diagnostika. Viza bo'yicha boraverasiz, O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlarga ham. Azizlar, videoga like bosib qo'ying, qayerga sotilganini birozdan keyin sahifamga joylayman.